Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 19, 20, 21 va 22 aprel kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 19 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. 20-22 aprelda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 19 aprelda kechasi 7-12 daraja, kunduzi 20-25 daraja. 20 aprelda kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja. 21-22 aprelda kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 19 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. 20-22 aprelda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 19 aprelda kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja. 20-22 aprelda kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20 aprelda 27-32 daraja. 21-22 aprelda 20-25 darajagacha iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 19-22 aprelda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 20-21 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 19 aprelda kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja. 20 aprelda kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja. 21 aprelda kechasi 13-18 daraja, kunduzi 28-33 daraja. 22 aprelda kechasi 13-18 daraja, kunduzi 21-26 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 19-21 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. 22 aprelda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 19 aprelda kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja. 20-21 aprelda kechasi 13-18 daraja, kunduzi 28-33 daraja. 22 aprelda kechasi 13-18 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 19 va 22 aprelda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. 20-21 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 19 aprelda kechasi 6-11 daraja, kunduzi 18-23 daraja. 20-21 aprelda kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja. 22 aprelda kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat 19 aprelda kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja. 20-22 aprelda kechasi harorat 5-10 daraja iliqqacha ko'tariladi. Kunduzi 20-21 aprelda 14-19 daraja, 22 aprelda 10-15 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.